Hürmetlik vatandaş. Hürmetlik vatandaş. Hürmetlik vatandaş. Yukarı. Birleşsem nazır yollavatı sizlerge yetip barıdı. Şunun da köynekli taz yaxşı kiyinmeye kalktım. Bunun için edepsizlik kıyınım için sizlerden bu sırayma vatandaşlarım. Bugün çizlağa 2021 yıl 3. ayının 24. günü ben baş sözlüge leksiyamını koyup ettim bir leksiya. Endi hazır. Endi sizlerge sözleydiğin leksiyadan avval vaziyet doğrusu gep kılaylı. Dünya dank etip kaldı. Dünya dank etip kaldı. Çünkü Rusya münasebeti ciddi buraldı. Xi Jinping Cungo'ga ziyaret bilen kelgen Rusya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishishni rad qildi. Xi Jinping Cungo'ga ziyaret bilen kelgen Rusya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishishni rad qildi. 2021 yıl 3. ayının 24. günü YouTube çalsınca. Tamam ve selam hürmetlik vatandaş. Ben yukarı leksiyam dedim. Bu hafta dünya haftaligi. Uygur haftaligi. Uygur'un kişilik hukukunu qo'g'dash, Uygur'ni genosid yani qirg'inchilik qilayotgan Xitoyni ayıplash, Xitoyning etnik tozalash siyosatini ayıplash, insoniyatga qarshi siyosatini ayıplash. Dünya haftaligi dedim, o leksiyamda ketdi. Endi hurmatli vatandaş, sizlarga tuvanda bir leksiya, yani Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi senatorlar Cungo to'g'risida, Cungo'ga munosabatlik Uyg'uriston to'g'risida ma'qullagan yoki o'ttirib qo'ygan, ma'qullagan emas, o'ttirib qo'ygan qarornoma to'g'risida leksiya so'zlaymiz. Uning keynidan hozirgi Johnson Jayning vaziyatini muhokama qilamiz vatandoshlar. Cungo Kompartiyasini ayblab mavzu mundaq. Amerikada ishki partiya mansublari senatorlar o'xshash bir kunda ayrim holda Uyg'uriston va Hong Kong to'g'risida qaror loyiha o'tirib qo'ydi. Mavzuli xabar 3. ayning 24. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Amerikada ishki partiya mansublari senatorlar 3. ayning 23. kuni qaror loyiha o'tirib qo'yib, Uyg'uristonda Uyg'urlarga va boshqa osonliklarga Xitoyning muomala qilishlarini, haddiy harakatlarini aybladi. Va Uyg'uristonda yuz berayotgan kishilik huquqni dafsanda qilishlarni va Cungo hukumati sodir qilgan jinoyatlarni xalqaro tekshirishga chaqiriq qildi. Shundaqla 10 necha nafar partiya guruhlaridan alqagan senatorlar qaror loyiha o'tirib qo'yib, Beijing hukumatining Hong Kong avtonomiyasini bostirganligini aybladi. Senator Chris Coons, senator Marco Rubio, senator Edward Markey, senator Bill Hagerty, senator Tim Kaine, senator Mitt Romney qatorliq senatorlar qaror loyiha o'tirib qo'yib, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti hukumatining Uyg'uristonda Uyg'urlar va boshqa osonliklarga qaratgan haddiy harakatlarini aybladi hamda u yerda yuz berayotgan kishilik huquq nafsandichiliklari va jinoyat sodir qilishlarni xalqaro tekshirishga chaqiriq e'lon qildi.
Men 2016-yıldan beri izchil nazarbandda turib atgan muxbir Asad Süleymanning korxonachi ukisi yoki inisi bo'lsin, yoki majburiy emgakning qurboniga aylanganlar, yoki zo'r ko'lamlik nazorat qilish uskunalari bilan nazorat qilinayotgan guruhlar bo'lsin. Uyg'uristonda yuz berayotgan xo'rlashlarga qattiq sado qaytarishimiz kerak deb ko'rsatdi bayonotida senator Chris Coons. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga va ittifoqdoshlarimizga Jungo hukumatining Uyg'uristonda o'tkazgan jinoyatlarni ishonchli tekshirishga kafolat berishiga murojaat qilamiz. Senator Marco Rubio bunday ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati shu chaqda bu jinoyatni irq yo'qotish deb belgilaganligi to'g'ri edi. Hozir Prezident Joe Biden hukumati ahamiyatli harakat qo'llanib, ittifoqdoshlarimiz, do'stlarimizga rahbarlik qilib, kishilik huquqni dafsanda qilishni cheklash, bu voqeaga qatnashchilarning mas'uliyatini so'rashni qilib, adolatni joriy qildiradigan vaqt yetib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari haftaning 1-kuni, ya'ni 22-kuni Yevropa Ittifoqi, Kanada va Angliya qatorliq davlatlar Uyg'uriston masalasi bo'yicha birlashma harakat qo'llanib, Jungoning amaldorlariga embargo yurgizdi. Amerika, Angliya ve Kanada 3 davlat hamda Yangi Zelandiya, Avstraliya 2 davlat o'xshash bir kunda ayrim holda bayonot e'lon qilib, Jungo hukumatining Uyg'uristonda kishilik huquqni dafsanda qilishlarini aybladi. Rahmat Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi. Rahmat Amerika Qo'shma Shtatlari 2 partiya mansublari. Bugun bu 24-kuni men bosh ko'rsatdim vatandosh haftaligi, dunyo haftaligi. Demak, 3-oyning 18-kunidan 3-oyning 24-kunigacha. Endi tuvanda sizlar boshda sizlarga ko'rsatgan vaziyat bo'yicha dunyo qatib qoldi. Jungo-Rossiya munosabati jiddiy buraldi. Xi Jinping Jungoga ziyorat bilan kelgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishishni rad qildi. 2021-yil 3-oyning 24-kuni YouTube chansinji. Endi biz tuvanda muhokama qilamiz, hurmatli vatandosh.